Wassalamchilar, sizlar Flex. Bugun videoda biz Minecraftda top 3 ta modda obzor qilamiz. Video boshlamadan like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Qanday boshladik? Xo'sh. Birinchi mod hozir ko'rsataman. Serial mod. Unda 1, 2, 3 boshladik. Yerga qaraymiz. O'tirish bossak, yerga o'tiradi. Sal xatolik menimcha. Mana oldinga yurish bossak, emilib turadi. Menimcha ham ajoyib mod. Birinchi modimiz bu. Albatta bundan yaxshi modlar bor ikkita. O'z oxirida baho berasizlar kommentariyada. Qaysi mod yaxshiligini. Agar shu videoga 30 ta like qilsa, ikkinchi qism olaman shu videoda. Undan boshqacha mod bo'ladi. Bu modlar qatnashmaydi. Bunda faqat emelamaydi. Tepaga qarab o'tirish bossanglar, yerga o'tadi. Aynan zo'r modda ish kerakli. Serial olishga. O'rga kirib jarohat oldim, voy do'stlar, desanglar bo'ladi. Xo'sh, unda ikkinchi modga let's go. Ikkinchi modga mana kelib oldik. Yana qo'limni ko'rib turganingizda bu Lamborghini mashina modi. Buni rangini o'zgartirsanglar ham bo'ladi mana. Qo'limdagi paqir yordamida bossanglar rangi o'zgaradi. Har xilcha. Mana qara. Zo'r. Nima qiladi? Bilmadim. Pastga mana sal xatolik yuz bergan. Lekin pastgacha qaramaydi. Mana zo'r turibdi. Harakatlar bilan tezligi ham ancha yaxshi ekan. Roliga qaraydi bola. Burish yaxshi. Uch. Mana bola, bu ikkinchi modimiz. Shu faqat bitta mashina bu. Boshqacha mashina yo'q, faqat Lamborghini. Menimcha yaxshi deb o'ylayman. Kimga rost qoldirar do'stlar? Qaysi mod zo'r? Unda endi oxirgi 3-modimizga yana bor. Mana 3-modga navbat keldi do'stlar. Oxirgi modimiz. Xo'sh, bu qanday mod desanglar? Masalan, sizlar Imperiya degan video olmoqchisizlar, Imperiya qurish. Buning uchun sizlarga aynan men ko'rsatgan mod kerak. Albatta o'zingiz bilgan narsa kerak. Bu jangchi qishloqlar. Endi qo'rqoq qishloqlar navbat ketdi. Bu Yovuz manchazorlarga hujum qiladi. Mancha qo'lda bak bo'lyapti. Kamon. Bu kamon degani. Bu damlama. Sehrga. Bular dushman ham bor. Aynan. Pillager. Voy. Yondirib kim portlatyapti? Bir hal bo'lgani yo'q. Mana. Kim o'tsa farbaletchida u tutarkan. Bu qo'rili qayerga bor ekan? Voy, o'ldirib qo'ydi. Bu ham arbaletchi ekan. Qanday bitirgan ekan. Kim? Sen nima qilasan? Voy, qilasan. Sekinlangin. Ushin turadi.
keyin. Urmas ekan. Mancha mana bug berib qo'yasiz. Ne yurishim? Urmas ekanda. Mancha o'zingizlar o'rnatsanglar bug bo'lmasa kerak botlar. Har qancha bu modda qattan o'naman desanglar, men Telegram kanalim bor. O'sha yerdan olishingiz mumkin bo'ldi. Yangi ochgan Telegram kanalim bor. Urmas ekan. Menda bug turibdi. Chunki bu modda o'ynashib ko'rganman. Mana shu modda ham yaxshi ekan bolalar. Masalan, bitta blokdan kirib ketmoqchi bo'lsanglar, bemalol kirib ketsanglar bo'ladi ekan. Shu ikkita modda Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Mashina moddani yuklangan topaman bolalar. Xafa bo'lmaysizlar. Shu faqat ikkita modda Telegram kanalimga tashlab qo'ya olaman. Menimcha fotoshim ustidan qolamiz. Qarang kimlarga. Oxirgisi shu, keyin video tugatamiz. Voy, pillajerlar yutyapti, voy. Pillajerlar ancha kuchli ekan, bolalar. Bittasi o'lgan. Voy. Stop bolalar. Shularga qarshi o'zim jang qilishga harakat qilaman. Ungacha pauza qilib turaman. Mana bolalar ujik birinlar kiyib oldim. Endi esa jangga. Let's go. Hammasi kelib hozir. Yoniga borsam. Voy kelishini. Oltin olmay oling. Mana shitim o'tkincha. Okay, let's go. Voy. Qoch. Yo'q. Qilich zo'r ekan, lekin. Qochma bu yoqqa. Ma. Yoqqa men jang qilaman. Bo'ldi, muammo yo'q bo'ldi. O'zim yirtib tashaman masini. Yep. Jangga ketding sanam. Ya qochdik. Mana do'stlar, modlarni ko'raylik. Top 3 ta modimizda o'sha 30 like ikkinchi qism chiqarib oldi. Agar video yoqsa like bosib, kanalimga obuna bo'linglar. Sizlarga refleks bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha mayli. Ciao.